Bizga pretenziya tushdi ustalardan. Tez o'rninglardan turinglar-da, ustalarga tushunarli qilib video olib beringlar. Shunchalik chaynab beringlarki, tushunmaydigan ustalar ham tushunsin. Nima? Tushunmaydiganlar xullas. Короче, videoda ustalar ko'yinlarni qanaqa qilib olish kerakligini ko'rsatish kerak. Bizda 3 xil stiker bor. Bittasi Vero uchun, bittasi Media uchun, bittasi Deluxe uchun. Shularni ko'rsat. Yetma-ketlik bo'yicha birinchi bo'lib suv isitgichi o'rnatiladi. Stikerdagi promokodni o'chiradi. Undan keyin Vero bonus ilovasiga kiradi. Stikerdagi promokodni kirgizadi, keyin tasdiqlashni bosadi. Bosgandan keyin rasm so'raydi. Tepasida nima rasm yuborish kerakligini yozilgan o'zi. Videoda ko'rsatilaring shu joyni yaqinlashtirib. Keyin aytgancha hozir dastlab kelganda shuni olgan, iltimos, Umar. Rahmat. Qat'iy keluvdi o'zi. Ha, bo'ldi, esladim. Qara o'rnatilgan suv isitishini rasmga oladi, keyin kafolat talonidagi to'liq to'ldirilgan holatini, ya'ni talonda обязательно do'kon pechati va suv isitish seriyasi raqami, sanasi va o'rnatilgan ustaning telefon raqami yozilgan bo'lishi shart. Bo'lmasa o'tmay qoladi. Rasmga olib bo'lgandan keyin yuborish degan knopkani bosadi. Bekor qilish emas, shuni ko'rishga ham обязательно. Undan keyin seriya raqamini kiritish kerak. Seriya raqami qayerda o'zi? Sen nakleykani tepasida turibdi-yu, burchakda qarang. Darcha tasdiqlashni bosadi. Undan keyin tabrik suvida chiqib keladi. Sirasiz xursand bo'lib ketishmasin, chunki rasmlarni to'g'ri yoki noto'g'rini tekshiradigan, kuchli aldab o'tib bo'lmaydigan moderatorlar kutib turgan bo'ladi, bu yerda. Keyin rasmlarni moderatorlar tekshirib to'g'ri bo'lsa tasdiqlaydi. Undan keyin hisobiga 5 ta ko'yin tushgani ko'rinadi. Shu bilan ustalar har keyingi oyi 5-sanasida 5 ta ko'yin uchun 60 ming so'mdan kartasiga tushadi. Demak, 1000 ta ko'yin olsa 12 million so'm kartasiga tushar ekan. Prikin, o'sha ko'yinlarni bergim kelmay ketdi-yu. Mayli, hammasi ustalarimiz uchun ko'zi. Qisqasi, ustalar do'kondan обязательно stikerlarni so'rab olishligi kerak bo'ladi. Shuni eslatinglar. Bo'pti, vaqtim olsa gaplashamiz keyin. Вообще-то men yozganim yo'q, birinchi o'zlari yozdilar. Agar videoni tushunmay qolgan bo'lsanglar, boshdan bitta ko'rib oringlar.